Nabirejniyda mazza qilib o'tiribman. Чистый погодада nafas olib. Go'zallik. Hammamiz dokumentlarimiz o'naylandi. Xudoga shukr, hamma qizlar dokumentlari tayyor. Endi kimlik chiqishiga yo'q Tailandga dam olish sayohatiga ketamiz. 10 kunda kimlik yetib keladi. Luntikniki уже keldi, Guliniki yo'lda. Lera bilan malohatdiki 10 kunda chiqadi. Ketamiz. Gaplashyapmiz, balki so'nggi bor. Balki bu eng oxirgi qo'shiq. Kim aybdorligin qat'iy nazar kechir. Sevgilim kechir. Sevganim uchun sevgilim uzr. Hayvon zotini uylarda abijat qilib, urib, osib, mushuklarni o'ldirib, bu narsalar qiladigan bo'lsanglar, hech qachon baraka topmaysizlar, bilasizlarmi? Hayvon bechorani tili yo'q. Qaranglar bu yerda hayvonlar svobodada, hammasi bombaloq. Hayvonlarda odamlar uvojat qiladi. Bilin. Bizda ham qachon shunaqa bo'larkina? Hayvonlarni sevib, urmasdan, o'ldirmasdan bolalaringlarga aytinglar, bu Xudoni bir yaratgan jonzoti, nilzi abijat. Gunohga botasan deb tushuntirish kerak. Qaranglar mushuklarimiz semiz bombaloq deb yurishini qaranglar. Hamma semizgina. Hozir yonimizda bitta qiz o'tirdi, bitta o'rangan qiz orqamda eshitib o'tiribman. Anu bola qirg'izlarmi, qozoqlarmi? Qirg'izlar bo'lsa. Haligi bola shunaqa ko'p gapiryapti, haligi qiz jim o'tiribdi. Bechora qizning kapasi bilan yorilib ketdi dedi shekilli. Kapam og'riyor devorda oxiri. Ketvordi, qarab qiz orqasidan ketyapti, hali ham gapiryapti. Shunaqa nudniy odamlar bilan umuman aloqa qila olmayman. Miyam chayqalib qoladi bunaqa nudniy. Hali erkak kishi bo'lib turib, "Ты веришь, вот у меня вот такой ты веришь" deb miyani oritmaylar. Ayollarga kam gap, ko'zinglardan tushunsa ayollar. Erkak bo'laylik. Boje moy, bulat miyasini chayqatib yubordi ana qizda. Pul ber lutchi. Mana manikuringga, mana pedikuringga, mana tilla olgani, mana kiyim olgani pul ber bo'ldi. Istanbulga kelinglar, mazza qilib aylanamiz. Mazza qilib, mazza go'zallik. Mehmon bo'lib ketasizlar. Men o'zim yakka 3-etajda yashayman. Qizlar 1-etajda yashashyapti. 1-etajda olishdi, men 3-etajga ko'chib ketdim. Menda 2 xonali, qizlarda 3 xonali. Tak что mehmon qilib, go'sti qilib jo'natamiz. Kelinglar mehmonga. Ertalabgacha g'iybatlar. Hozir ichish mumkin emas, ro'za payti. Конечно, ro'za tugagandan keyin kelinglar. 31-mart kuni meni tug'ilgan kunim. Go'zallar go'zali. 15-kuni Xurshid opa keladi. 4 kunga sev olish kelyapti. Zapisi to'lib ketyapti. Keyin opa, meni ham lo'larimni, pasimni lo'larini kesib qo'ying desanglar joyi bo'lmaydi, keyin olmaydi. 15-kun целый день bizniki. Sizlarga vaqt yetmaydi, keyin qolib ketasizlar. Tak что hozirdan yozilib, lo'vlarni tayyorlab, atrofini olib tashab, hali valosinkilarni olib tashab, yuzlarni tayyorlab turinglar, потому что Jasminichka, потому что подтяжкалар qildiradi. Bu yoqda ham подтяжкалар qildiradi, tomog'im tagini kestiradi, ko'zlar tagini to'ldiradi, 5 ta tochkalar qildiradi va go'zal ayolga aylanadi. Sizlar ham shundan qolishmanglar.